Assalomu alaykum. Bugungi videoda AnyDesk va Desktop dasturlari nima uchun kerakligi, uni kompyuterimizga qanday qilib o'rnatishimiz, undan qanday qilib foydalanishimiz bo'yicha ko'rib chiqamiz. O'zi bu dasturlar nega kerak? Bu dasturlar boshqa odamni sizni kompyuteringizga masofadan turib boshqarish yoki ko'rish imkoniyatini beruvchi dastur hisoblanadi. Bu asosan qachon kerak? Ya'ni texnik kompaniyalar siz ishlatayotgan programmada qandaydir xatolikni aniqladi va uni xatolikni sizni kompyuteringizdan deb o'ylayapti. O'sha holatlarda shu programma orqali sizni kompyuteringizga ulanib, kerakli narsalarni tekshirib va muammoni to'g'rilab berish uchun kerak bo'ladi. Uni qanday qilib yuklab olamiz? Birinchi o'rinda Google Chrome'ga AnyDesk deb yozamiz. Va o'zini saytida kelib chiqadi anydesk.com degan. Va shu joydan download now ni bosganimizda bizning sistemamizga mos bo'lgan formatda programma faylni yuklab beradi. Va shuni ustiga bosib, kompyuterimizga ustanovka qilib olamiz. Va xuddi shunaqa oynada programma ochiladi. Bu bizning shaxsiy ID'miz hisoblanadi va boshqa odamga biz masofadan ulanishimiz uchun ID so'raganda xuddi shu raqamlarni berishimiz kerak. Biz boshqa odamni kompyuterga ulanmoqchi bo'lsak, shu joyga undan shu ID'sini so'rab turib, shu joyga yozamiz va zapros tashlaymiz. Endi ikkinchisi RuDesktop. RuDesktop.ru sayti orqali kirib, buni skачать tugmasini bosamiz va o'zimizga mos sistemadagi faylni yuklab olamiz. Va ustanovka qilamiz. Endi RuDesktopda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Buni AnyDeskdan farqlari: RuDesktop Rossiyaning programmasi va mutlaqo tekin. AnyDeskda tariflar bor, u pulli programma. Ya'ni agar tekin tarifini ishlatganimizda qandaydir cheklovlar bo'lishi mumkin. Yana bitta farqi RuDesktopda paroli ham bo'ladi. Shu ID va parolni yozish orqali undan printerni, ya'ni u qabul qilish tugmasini kutib o'tirmasdan to'g'ridan-to'g'ri ulanish xususiyatiga ham ega. AnyDeskda esa u qabul qiluvchi faqatgina printni bosgandan keyingina ulana oladi. Demak, ustanovka qilish va ishlatish jarayoni qisqacha shular. E'tiboringiz uchun rahmat.